Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa yana bitta mijozimizni podключимон ishlarini tugatdik. Videoga like bosing va oxirigacha ko'ring, chunki qilib o'tilgan ishlarning birma-bir hammasini sanab o'taman. 92 kvadrat metrga 2 xona, 3 xona qilaman deyotganlar diqqatiga. Mana shu imina xonadonimizga 4 ta xona hamda 2 ta option sanuzel qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yib, podдержка tursangiz agar, Xudo xolasa bir hammasini sanab o'taman. Birinchi qilib bergan bonusimizdan boshlayman. Qarang, Franklinlarni tirib qo'yganmiz, ichiga podsvetkalar bilan. Hozir svetni o'chirib ko'rsataman, ya podrobniroq hammasi ko'radi sizga. Mazama. Necha qator deb o'ylaysiz? Savol. Bilmadim kamerada qanday ko'rinyapti, lekin shu yerdan ko'ringanda bir 10 qator atrofida bor. Lekin aslida bu 2 qatorgina dollar terib qo'yganmiz. Buni ham o'zining sekreti bor. Kirish vhodni eshigini qarang, polni o'yna. Ya bitta ma'lumotni aytdim, sanuzulni ko'rsatishdan oldin ma'lumotni aytib o'taman. Bu yerga nimaga aynan oyna ishlatilgan desangiz agar, koridor o'zi tor, lekin oynani уже отражать berishni hisobiga koridorni uzun ko'rsatdi. Shuning uchun oynadan ko'p foydalanilgan. Mana bu yerda ham zerkla qo'yilgan, bu tarafda ham bu yerda zerkla qo'yilgan. Polni havasini yeromontaj qilib berganmiz. Mana bu yerda bo'lsa agar blok pitaniyalar turibdi. 220 voltni 12 watt qilib beradigan blok pitaniyalar turibdi bu yerga. Sanuzolda ichiga podsvetkalar ketadi-ku. O'sha yerda 220 ketmasin, 12 ketsin, inson salomatligiga zarari bor. Chunki toki urib, o'ldirish ehtimollari bo'lishi mumkin. Shuning uchun 220 ni bu yoqqa olib kelib turib, bu yerdan keyin u tarafga 12 voltni olib borganmiz. Salomatlik haqida shulargacha, domerishlargacha o'ylab ish qilamiz bizlar. Sanuzol qismi bu yer. Qarang, zerklar. Bu yerda ham katta oyna qo'yib bergan, o'zimizning home ekspert yozuvlari bilan juda chiroyli yarashib turibdi. Bitta sanuzellarini vanna, ikkinchisini bo'lsa dush kabina qilib berganmiz. Vanna bo'lsa ham, bu yerda qarang, sovun shompul qo'yish uchun polka. Kombinatsiya qanday yarashgan? Ikki xil kafilda kombinatsiya qilib berganmiz. Mana bu taraf bo'lsa pol qop-qora. Mana bu yerga bunaga shunga o'xshash narsalarni qo'yish uchun joy qo'yib berganmiz. Ariston, bu yerda veshelka, stиральный mashinani o'zlari olib berdilar, qo'yib berdik birdan. Zal qismiga necha bo'lmaydi. Juda chiroyli chiqadi. Patching zonasini qaranglar. Bu safar bir o'zgacha dizayn qilganmiz. Orqa foniga bitta o'zlaringiz baho berasizlar. Attachento, polni jemchug attachento ishlatganmiz. Ugalokni o'zlari olib berdilar, lekin fokuslari bor ekan, shunday uyni o'ziga pramo urushib turibdi-da, kombinatsiya pramo bomba. Yaxshigina. Mana bu yerda hozir yana nima ham keladi? Akvarium. Ikkinchi sanuzolda oldin kuxni ko'rsataman, keyin ikkinchi sanuzolga o'tamiz. Bu yer kuxni qismimiz. Ayollarimiz uchun barcha sharoitlar qilib berilgan. Qaranglar, полный искусственный камень qilganmiz. Stolishnicasini искусственный камень, moykasi ham o'zidan bo'lib ketyapti birdan. Mana bu nimaga buni nima foydasi bor desangiz agar alohida rakkina bo'lsa agar, iloji bo'lsa agar 1-2 so'mdan qochmasalaringiz, mana bu yerda alohida mikroblar yig'iladi. Agar alohida rakkina bo'lsa, temir bo'lgan hisobiga uni ustiga o'tiradi. Bu bo'lsa agar kamen o'zidan bo'lgan hisobiga bemalol mana bu yerga hozir suv sachasa ham bir xil artib olasiz. Juda chiroyli. Ham estetik jihatda boshqacha vid beradi. Duxovka, mikrovolnovka, tepaga mana bunaqa podsvetkali, pastda bo'lsa agar va skriti. Stol stullar bu yerda qo'yilgan. Bu tarafda bo'lsa agar 32 likda televizor, pardalarni hammasini как положено chiroyli topshirib berganmiz. Bu bolalar yotoqxonasi qizlar uchun, ikkita qizlarga mos qilingan pardalari, tumbuchka, kompaktni hammasi santimetr o'ylab ish qilingan. O shkaflari. Ishonmasangiz agar qarang. Distansiya 1 sm. Ko'ryapsizmi? Hammasi как положено chertyor. Shuning uchun aytamanki, remont boshlashdan oldin ba'zi bir mijozlarimiz aytadiki, "Yo bizga dizayn proyekt kerak emas, chertyorni pulini ayirib tashlang." Esingizdan chiqmasin, dizayn proyekt sizning remontingizni summasini kamaytirmaydi. Bu dizayn proyekt bo'lmasa agar rasxodingiz naborot kamida 1000, 1500, 2000, 3000 dollar ko'payib ketishi mumkin. Siz 1000 dollarni ekonom qilaman deb 4000, 5000 dollar, 4-5 barobar ortiqcha rasxod qilishingiz mumkin. Oddiy mana shu narsa dizayn proyektga kiritilib, hammasi razmerni olingan hisobiga kompaktni chopib turibdi. Ikkinchi sanuzol bilan tanishtirib o'taman. Qarang, dush kabina qo'yib berganmiz yerga. Akkuratni bomba turibdi ekan.
kombinatsiyalar qilib. Bu yerda ham katta oyna. So'nish uchun rakinalar bilan, pasta tumbuchkalari, home expert yozuvlari bilan boshqacha turibdi. Bu yerga ham shunaqa skritli polka qilganmiz. Va 45 gradus kafel qilingan. Kafel bu yerda mat ishlatilgan. Seriyalarga bo'lsa, padderivani ikkalasini kombinatsiya qilganmiz. Juda chiroyli chiqqan. Maslahatim, uголок bu yerga hech qachon ishlatmanglar. Ozgina qimmat bo'lsa ham 100% 45 gradus qilishlaringizni tavsiya beraman. Ham gigiyenishda, ham estetikda chiqadi. Juda ham chiroyli, umri ham uzoq bo'ladi ancha uголокка qaraganda. Navbatdagi xonamiz bilan tanishtirib o'taman. Ikkinchi bolalar yotoqxonasi. Bu ham kompaktligina. Bitta bolajonlarimiz uchun, o'g'il bolalar uchun mos qilib seri pardalar qo'yib berganmiz. Divanning zonasi ham, mebellari ham полный seri bo'lyapti, bejli emas. Bu yerda bitta dars zonasi ham. Va alohida включатель rozetga qo'yib berganmiz podsvetka uchun. Nimaga? Bolalar dars qilayotgan vaqtda mana bu yerda bemalol dars qilish zonasiga ko'rib turib, masalan, yozishlar uchun. Dom melicha mayda-muyda narsalarni o'ylangan. Mana shu ham dizayn proyektga kiritilgan. Foydasi dizayn proyektning nimaga deganlaringizga yana bir javob. Video cho'zilib ketdi. 92 kvadrat hali tugamadimi? Aldayapti bu bola deyotganingiz mumkin, lekin hammasi mana shuni ko'rib turgan 92 kvadratni. Sifalni ko'rsataman, sifal lekin boshqa dunyo. Yo'qsa agar addushi. Like bo'lsang, yo'qmasa agar likening teskarisi dislike'mi nima deylardi operator? O'shanaqadan bo'lsin. Alohida joziba berib turibdi. Bilmadim kimga qanaqa, lekin o'zimga kombinatsiyalar, ranglar uyg'unligi, bir-biriga o'tirishi hammasi yoqmagan joy qolmadi. 100% juda ham chiroyli chiqqan. O'rtadagi kombinatsiyani oynali qilib berganmiz. Juda chiroyli. Mana bu yerda bo'lsa agar u egalar aytdilarki, bolalarim yosh hali, sho'x dokumentatsiya ishlarim bor, yirtib-pirtib biror narsa qilmasin. O'shaning uchun kalit qulf qo'yib bering deganlariga anaqa alohida dokumentlarni qo'yadilar. Yashirib qo'yadilar. Bo'ldi. Cho'ntakka urib bemalol ishga ketaveradilar. Ocholmaydi hech kim. Bu tarafda make-up zonasi ayollarimiz uchun. Bu yerda bo'lsa agar divanning tagini qarang, podsvetkali. Boshqacha effekt berib turibdi-ya. Hozir shuni o'zi podsvetka masalan bo'lsa ham, masalan, bemalol o'zi ham juda chiroyli. Narigisini ham o'zi o'chiraman, narigisini ham o'chiraman, boshqacha effekt beradi, qarang. Shuni o'zi yetadi-da. Kechqurunga bu ashe bomba effekt beradi. Juda chiroyli. O'zimga ham juda ham yoqdi. Mebellari, remontlari, parda, gilam hammasi. Gilamlarni u egalari ham bu yerdagini o'zlari oldi. Qolganlarini o'zimiz nima qildik. Pardalar ham kombinatsiya. Pardaning kombinatsiyasi bu safar mana bunga emas. Siz yaxshi podголовникka emas-u, tumbuchkani korpusiga berdik. Men o'yladimki, yarashmasa kerak deb o'ylayotgandim. Lekin tayyor bo'lgandan keyin nima dedi? O'zgacha bir dunyo bo'ldi. Juda yoqdi o'zimga. Bilmadim-da kimga qanaqa, yana fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Shunaqangi qiziqarli videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham chiroyli videolarni nasib bo'lsa chiqarib boramiz. Kimgaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa agar pastda nomer telefonimizni qoldiramiz. Kommentariyaga belgilab keting. Agar video rolikimiz qilgan mehnatimiz sizlarga yoqqan bo'lsa agar podpiska qilib turib, izohlarda o'z fikringizni qoldirish esdan chiqmasin. Rahmat katakonslarga, salomat bo'ling. Xudo xolasa, bundan ham chiroyli xonadonlarni ta'mirlab videosini chiqarib boramiz. Manfaatimiz tekkan bo'lsa, bundan xursandmiz. Agar podpiska jumon xizmatlari hozircha Samarqandda, yaqin o'rtada butun O'zbekistonga xizmat ko'rsatishni boshlaymiz. Kerak bo'lsa agar quyidagi raqamlarga telefon qiling yoki pastdagi link orqali bemalol zaftga qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'ling.